Pinduoduo ilovasidan ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Buning uchun avvalo Pinduoduo ilovasini yuklab olishimiz zarur. iPhone telefon tutadiganlar App Store'ga kirib, to'g'ridan-to'g'ri ilovani yuklab olishingiz mumkin. Lekin Android telefon tutadiganlar Play Marketda bu ilova chiqmaydi. Shu sababli sizga kanalda shunaqa APK faylini tashlab qo'yamiz. Ustiga bosib yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olingandan so'ng ustiga bosasiz. Mana xuddi shu joyiga bosib programmani telefonimizga ustanovka qilishimiz kerak. Bitta narsaga ahamiyat bering. Ro'yxatdan o'tishdan oldin albatta VPN ni yoqib qo'ying. Sababi VPN yoqmasdan turib ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Android telefon tutadiganlar albatta avvalo Play защитani o'chirib qo'yasiz. Demak, Play Marketga kirib, Play himoyani o'chirib qo'yasiz, so'ng ilovani o'rnatasiz telefoningizga. Agarda Play himoyani o'chirmasdan turib ilovani o'rnatsangiz, o'rnatilmaydi. Play Marketda bu ilova yo'q bo'lganligi sababli avtomatik ravishda telefoningiz bu ilovani o'chirib tashlaydi. Yoki ma'lum bir muddatdan so'ng telefoningizdan bu ilova o'chib ketadi. Shu sababli avvalo Play himoyani o'chirib qo'yasiz, so'ng ilovani o'rnatasiz. Hozir uстановить tugmasini bosamiz. Men undan oldin Play himoyani o'chirib qo'yganman. Uni alohida videosini Play himoyani qanaqa qilib o'chirishni video darsligini shu darslik tagidan tashlab qo'yamiz. Hozir uстановitni bosamiz va открыть ochish tugmasini bosamiz. Разрешить beramiz. Endi agarda sizda undan oldin WeChatdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, mana shu knopkani bosib WeChat orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin Pinduoduo ilovasiga. Lekin oson yo'li mana shu ko'k yozuvlarni ustiga bosib, ko'k hierogliflarni ustiga bosasiz va telefon nomer orqali ro'yxatdan o'tamiz. Xuddi shunaqa sizda ochilsa, ya'ni telefon nomer kodi yoziladigan joy va o'zingiz raqamingiz kodi bilan yoziladigan joylar ochilsa, bu to'g'ri ochilgan bo'ladi. E'tibor bering, ba'zilarda xuddi shunaqa ochilishi mumkin. Bu yerda siz telefon nomeringizni kirita olmaysiz. Shu sababli mana bu strelkani bosib orqaga qaytib chiqib ketasiz va Pinduoduo'ni bosh menyusiga qaytib qoladi. Bosh menyuda xohlagan bitta tovaringizni ichiga kirganingizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi. Mana shunday oyna ochilsa, siz bu yerdan mamlakat kodini tanlagan holda telefon raqamingizni kiritib ro'yxatdan o'ta olasiz. Lekin mana bunday ko'rsatib bergan holatimdaqa holat chiqsa, mana shunaqa holat chiqsa, siz bu yerdan telefon raqam kirita olmaysiz, ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Shu sababli mana bu yerni bosgan holatda orqaga qaytib chiqib ketasiz va biror bir buyumni ichiga kirganingizda to'g'ri ochilish, mana shunaqa to'g'ri ochilish sizga ochiladi. Endi bu yerdan biz mamlakat kodini tanlashimiz kerak. Mana buni bosgan holda siz O'zbekistonni tanlaysiz bu yerdan. Sizga tushirasiz va W harfini topasiz. W harfida O'zbekiston kodi turadi. Mana. Shuni ustiga bosasiz. Mana 99 mamlakat kodi yozildi. Endi o'zimizning telefon raqamimizni kodi bilan birga kiritamiz. Ayrim telefon raqamlariga SMS kod kelmaydi. Shu sababli SMS kod kelishi uchun bir necha usullarni sinab ko'ring. Ya'ni, birinchisi, agarda siz Wi-Fi ishlatayotgan bo'lsangiz, Wi-Fi'ni o'chirib, mobilniy danniyni yoqib ko'ring yoki aksincha, mobilniy dannidan foydalanayotgan bo'lsangiz, uni o'chirib, Wi-Fi'ni ishlatib, SMS kod kelishini kutib ko'ring. Yoki kunning bir necha vaqtlarida bir necha marotaba telefon raqamlaringizni xuddi shunaqa yozgan holda kiritib, SMS kod jo'natish qizil knopkasini bosib ko'ring. Shunda ham raqamingizga SMS kod kelmasa, unda boshqa kodli kompaniya nomerlaridan foydalanib ko'ring. Beeline nomerlarini tavsiya qilaman. O'zingizniki bo'lishi shart emas, biror bir yaqiningizning telefon nomeri orqali ham ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Beeline nomerlariga juda ham tez SMS kod keladi. Hozir meniki Uzmobile kodi ko'ryapsiz va qizil knopkani bosib ro'yxatdan o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Va sizda ham xuddi shunaqa qora yozuv chiqsa, mana e'tibor bering. Bu qora yozuvlarni tarjima qilib ko'rganingizda sizdan iltimos to'g'ri telefon raqam kiriting degan yozuv chiqaveradi. Shu sababli biz hammasini to'g'ri kirityapmiz. Ya'ni mamlakat kodini ham to'g'ri kiriting, telefon raqamini ham to'g'ri kiriting. Bu yerda xatolik yo'q. Faqatgina bizning telefon raqamimizni Pinduoduo qabul qilmayotgan bo'lishi mumkin. Boshqa kodli telefon raqamlardan foydalanamiz. Beeline nomer yozib oldim va SMS kod jo'natish knopkasini bosdim.
Mana SMS kod keldi 337 270 337 270. Sizga ham agarda bitta raqamdan SMS kod kelmasa, boshqa raqamli, boshqa kodli kompaniya nomerlaridan foydalangan holda ro'yxatdan osongina o'tib olsangiz bo'ladi. Mana Pinduoduo bizga ochildi. Ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tdik.